Leksiyalarımızda davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş. Bugünkü islaha 2022 yıl 3. ayının 11. günü. Endiki mavzumunda Ukrayna vaziyetini vaqtida xabar qilish. Amerika ve Amerikanın ittifaqdoshları Rossiyaga berilgan sodada e'tibor berish siyosetini bekor qiladi. Mavzular xabar 3. 11. gün Amerika ovozdan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 3. ayning 11. günü mundaq e'lon qildi. Rossiya Ukraynaga tajovuz qilib kirganlikdan Yevropa ittifoqi bilan Amerika va 7 davlat guruhi bilan birlikda Rossiyaga berilgan sodada e'tibor berish siyosetini amaldan qoldiramiz. Muavin prezident Kamala Harris Cuma kuni Polshadan Romaniyaning poytaxti Buxarestga yetib keldi. Romaniya prezidenti Johnson bilan ko'rishib, Rossiyaning Ukraynaga tajovuz qilishidan kelib chiqqan zo'r ko'lamda fuqarolarning musofiri bo'lib, Ukraynadan Romaniyaga, Sharqiy Yevropadagi boshqa davlatlarga eqib kirish eg'rilishdan paydo bo'lgan ansirashlarni muhokama qildi. Prezident Joe Biden hükümeti amaldorlari ve Yevropa ittifoqi rahbarlari ogohlantirib, mundaq ko'rsatdi. Musofirlar masalasi kelgusi bir necha kun yoki bir necha hafta ichida texama murakkablashadi. Muavin prezident Kamala Harris Polsha Varshavada Polsha prezidenti Duda ve vazir Morawieckilar bilan ko'rishib, Ukrayna musofirlari ve boshqalar bilan ko'rishib, insonparvarlik krizisini umumyuzlik, atrofli tushunishni umid qildi. Rossiya Ukraynaga tajovuz qilib kirgandan beri Polsha taxminan 150 mingcha Ukrayna musofirlarini qabul qildi. 2. ayning 24. günü Rossiya umumyuzlik hujum boshlagandan keyin 230 mingcha kishi, ya'ni musofir kishi Ukraynadan musofir bo'lib ayrıldı. Bu son hozir har kuni qo'shilmoqda. Birleşken Devletler Teşkilatı ogohlantirib mundaq ko'rsatdi. Ko'p bo'lganda 5 milyon Ukraynadan ayrıldı. Undaqda bu 2. Dünya urushidan beriki Yevropa quruqligida yuz bergan eng zo'r insonparvarlik krizisi bo'lib hisoblanadi. Amerika Birleşme Agentligi ismini oshkorlashni xohlamagan bir nafar amaldorning so'zlaridan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Her bir davlat o'zining davlat tartiblariga amal qilishi lozim. Rossiyaga berilgan sodada e'tibor berish martabasini yoki imtiyozini tartib olish Amerika va uning ittifoqdoshlarining Rossiyadan import qilingan tovar mollardan boj elishiga yo'l qo'yish deganlikdir. Shu orqali Rossiyani yetim holga tushirib, iqtisodiy ahvolni qiyinlashtirib, Rossiyaning Ukraynaga tajovuz qilish harakatidan o'ch elish deganlikdir. Prezident Joe Biden Rossiyaga berilgan sodada e'tibor berish imtiyozini tartiblarini bekor qilishni qaror qilgan shu paytda Davlat Majlisida Demokratlar mansublari ve Cumhuriyetçiler Partisi mensupları texmi kuch olab Rossiyaga berilgan sodada e'tibor berish tartiblarini tortib olishni talab qildi.